Men kambag'al emasman. O'shanda erta bahor edi. Yo'limiz tumandagi mahallalardan biriga tushdi. Bizni 40 yoshlardagi xonadon sohibasi ochiq yuz bilan kutib oldi. Xonadonning ko'cha tarafiga nazar solamiz. Darvozaning yaqiniga qum to'kib qo'yilibdi. Uyning ko'cha tarafdagi chog'roqqina maydonda 90 bosti ekinlar gurkirab o'sib yotibdi. Chetlariga gullar ekilgan. Atrofni chiroyli qilib qo'yibsiz-ku dedik mamnuniyat bilan. Anchagina qishloq xo'jalik mahsulotlari o'zingizdan chiqar ekanda endi. Ha dedi maqtovimizdan boshi ko'kka yetgan ayolning chehrasi yanada yorishib. Tomorqamdagi kartoshkalar ham gullay deb qoldi. Shuncha mahsulot yetishtirayotgan ekansiz, sizdan boy odam yo'q ekanda degandek, negadir birdan uning yuzi tundlashdi. Keyin norozi ohangda men hech ham kambag'al emasman dedi. Biz ham sizni kambag'alsiz deganimiz yo'q dedik. Mana shuncha mahsulot o'zingizdan chiqayotgan ekan, sizdan boyi bormi? Katta o'g'lingiz o'ziga mos ish topib ishlayotgan ekan. Yuqori sinfda o'qiyotgan o'g'lingiz bo'sh vaqtida ustaga shogird tushib hunar o'rganayotgan ekan. Ha, bolalarim yonimga kirib qolishdi dedi. Yana ayolning yuzi yorishib. O'zimizning ichki tomonni hojatbardor odamlar suvab berishgan. Tashqarida bitta shu devor qolgandi. Endi buni o'g'limning o'zi suvayman deyapti. Ayolning gap so'zida faxrlanish ohangi bor edi. Shu ayol 1 yil oldin kambag'allar ro'yxatida turar, ro'zg'orini arang tebratayotgandi. Unga biriktirilgan rahbarning oqilona harakati tufayli o'tgan oylar ichida bir o'g'li ishli bo'ldi. Ikkinchi yuqori sinfda o'qiydigan o'g'li darsdan bo'sh vaqtlarida usta shogird tamoyili asosida hunar o'rganmoqda. Natijada ro'zg'origa baraka kirib qoldi. Albatta, qiynalib yurgan dastlabki oylarida unga moddiy yordam ko'rsatildi. Tomorqasini chopib, ekinlar ekishiga ko'maklashildi. Uylari ta'mirlab, sog'in sigir olib berildi. Shu tariqa uning oyoqqa turib olishiga ko'maklashildi. Nogironlar borasida ishlamayapti, dangasi deyish mushkul. Ularga albatta moddiy va ma'naviy ko'mak kerak. Lekin 4 munchasi sog' bo'la turib ishlamayotgan fuqarolarni tanballik botqog'idan olib chiqish uchun ozmi ko'pmi harakat zarur. Ularga ko'rsatilgan to'g'ri yo'l, jo'yali maslahat va birozgina turtki xayollarni izga solib olishlari uchun yetarli. Lekin ochig'ini aytish kerakki, o'tgan yillar davomida ana shu turtkini moddiy yordam berishdi deb keldik. Oqibatda ko'p fuqarolarni boqmandalikka o'rgatib qo'ydik. Endi ularga ishlang desangiz, qator kasalliklarni ro'kach qiladigan bo'lib qolishdi. Issiq jon hamma ham kasal bo'ladi. Uni davolasa bo'ladi. Lekin boqmandalikni davolash oxir kechyapti. O'tgan yili rahbarlarning kambag'al oilalarga biriktirilishi o'zini oqladimi? Tumanning barcha mahallasidagi kambag'al oilalarga biriktirilgan rahbarlarning amalga oshirgan ishlarini nazardan o'tkazadigan bo'lsak, bu borada qator xayrli ishlarning guvohi bo'lamiz. Birinchi navbatda e'tibor oilaning yashash sharoitiga qaratildi. Menga biriktirilgan xonadonga birinchi marta kirib borganimda u yerdagi tajribasizliklarni ko'rib yoqamni ushlagandim deydi rahbarlardan biri. Oilada ayol bor, lekin sarishtalik yo'q. Hovlidan tortib uyning ichigacha palapartishlik. Bolalarning kiyinishi ham bir ahvolda. Ayolni nogiron deb o'ylamang, soppa-sog'. Balki oilaga har oyda tirikchilik uchun yetarli mablag' kirib kelmagani uchun uni loqayd qilib qo'ygandir. Oila boshlig'i maoshi kam ishda ishlarkan. Demak, yetishmovchilik. Buning sababkori ham o'zlari aslida. Ishni buni ularga tushuntirishdan boshladim. Turmush o'rtog'iga boshqa, daromadi yaxshi ish topib berdim. Ayolni tikuvchilikka o'qitib, unga tikuv mashinasi olib berdik. Shu orada ularga moddiy yordam berib turishni, uylarini ta'mirlatishlari uchun qurilish materiallari ham olib berishni ham unutmadik. Ahvol asta-sekin ijobiy tomonga o'zgara boshladi. Hozir uyiga bir boring. Tomorqasiga ekin, hovlisi ko'cha taraflariga gul va rayhonlar ekilgan. Hamma yoqda sarishtalik. Bu oilaning to'g'ri yo'lga tushib olganidan o'zimning ham quvonchim cheksiz.
Rahbar haq gapni aytdi. Agar biz kambag'al deb bilgan oilalarga kerakli yordamni ko'rsata olsak, ular o'zlarini o'nglab olishlari aniq. Kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish markazi boshlig'i o'rinbosarining faoliyatiga nazar soladigan bo'lsak, u ahillik ko'chasida yashovchi fuqaroga yordam qo'lini cho'zdi. Uni tikuvchilikka o'qishga ko'maklashib, subsidiya asosida to'g'ri chok va overlock tikuv mashinalari olib berdi. Natijada ayol haydovchi bo'lib ishlaydigan turmush o'rtog'ining yoniga kirib, bugun ro'zg'orning kam kursini to'ldirishmoqda. Bekbaraka MChJ rahbari Baliqchi mahallasida yashovchi bir oilaning sharoitini o'rgandi. Ayolning tikuvchilikka qiziqishi, lekin bu ish bilan shug'ullanishi uchun qo'li kaltalik qilayotganini bilgach, unga tikuv mashinasi olib berdi. Yana boshqa bir ayol esa pishiriq pishirishga qiziqar ekan. Unga pishiriq pishirishi uchun pech va ish boshlashi uchun xomashyo olib berdi. Bu ayollar bugun xursand, chunki ular hayotda o'z o'rinlari va ishini topib olishdi. Tuman obodonlashtirish bo'limi boshlig'i Bo'ston mahallasida yashovchi fuqaroning oilasini o'rganganida oila 4 sotiq maydondagi issiqxonasidan unumli foydalana olmayotganligining guvohi bo'lgandi. U oila boshlig'iga mo'l hosil olishning yo'l yo'riqlarini tushuntirdi. Ularga 3,5 ming tub aysberg karam ko'chati, yomg'irlatib sug'orish uskunasi olib berildi. Natijada oila 6 million so'm daromad ko'rdi. Issiqxonaga yana takroriy bodring ekishdi. Tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorati va osoyishtalik markazi boshlig'i o'ziga biriktirilgan vatanparvar mahallasidagi bir oilada bo'ldi. Bolalar uchun kitob jamlanmasi, stol-stullar olib berdi. Uylarini ta'mirlashga yordamlashdi. Fuqaroni ishga joylashishiga ko'maklashdi. Uning sharoitini o'rgangan rahbar ayolni pishiriq sexiga ishga joylashtirdi va bu bilangina chegaralanib qolmadi. Unga pishiriq pech ham olib berdi. Endi ayol ishdan bo'sh paytida uyda ham pishiriqlar pishirib, do'konlarga tarqatmoqda. Yana bir oilaning 3 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Rahbarning sa'y-harakatlari bilan bolalar kitob jamlanmasi, stol-stulli, oila boshlig'i esa mebel sexi ishchisi bo'lib qoldi. Boshqa bir fuqaro o'zi, ayoli va 2 nafar voyaga yetmagan bolasini ta'minlashda qiyinchiliklar sezayotgandi. Rahbar uni ham mebel sexiga ishga joylab, hattoki uy-joylarini ta'mirlash uchun ham xomashyolar olib berdi. Bu kabi misollarni ko'plab keltirish mumkin. Rahbarlarning sa'y-harakatlari bilan ko'plab oilalarning turmush sharoitlari yaxshilandi, sog'liqlariga e'tibor ortdi, farzandlari to'garaklarga jalb etildi. Eng asosiysi fuqarolarning bandligi ta'minlandi va ta'minlanmoqda. Mehnat qilgan odam hech qachon kambag'al bo'lib qolmaydi, chunki hamma ko'ngilsizliklar, yetishmovchiliklar bekorchilikdan kelib chiqadi. Bekorchidan el bezor degan xalq naqli ham bekorga aytilmagan. Kambag'allikni keltirib chiqaruvchi omillar ishsizlik va boqimandalik hisoblanadi. Lekin ishsiz degan so'zni ham o'ylab gapirish kerak, chunki yurtimizda tadbirkorlik jadal rivojlanmoqda. Bu yangi ish o'rinlari degani. Ko'cha-kuyda internet tarmoqlarida ishga taklif qilish haqidagi yuzlab e'lonlarga ko'zimiz tushadi. Demak, ish o'rinlari ko'p. Bunday joylarda ishlagan fuqaro o'zini hech qachon kambag'alman demaydi. Kambag'allikni faqat pul, oziq-ovqat mahsulotlari tarqatish, uy-joyini ta'mirlab berish, bolasini bog'chaga joylashtirish bilan hal qilib bo'lmaydi. Hozirda kambag'al oilalarning ishga layoqatli farzandlarining ko'p qismida bilim ham, ko'nikma ham bor. Ayrimlari kasallik tufayli ishlolmaydi. Aholining ana shu sog'lom qatlamini ishga jalb etish bilan kambag'allikni qisqartirish mumkin. Nogironlarga keladigan bo'lsak, ular doimgidek himoyada. Bu boradagi ishlar davom etmoqda. Kelgusidagi natijalar esa yanada quvonarli bo'lishiga ishonamiz.